Bu videodan maqsadimiz kimnidir ustiladan kulish, masxara qilish emas. Shunchaki kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida olindi. Iltimos, videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna va videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun motivatsiya bo'ladi. Hop, okey, buni ham to'g'rilab olamiz va nihoyat ishimizni ham tugatdik. Ana endi biz polizimizni tozalasak ham bo'ladi. Hop, men bularni kimdir yoyib ketdimi? Mayli, hop, ketdi. Endi sekin polizimizni Vatto, bola qishlog'imizga nupro haker ketdi. Yo. Oy. Hozir shundan men ishimizni qolaylik. Keyin borsak ham bo'ladi. Menimcha bular uyini maqtangani kelmagan bo'lsa kerak. Bilmayman, mayli, hop, men bularni tezroq tozalasak juda yaxshi bo'lardi. Hop. Va nihoyat biz tozalab bo'ldik. Ana endi chiqib qolgan orasida chiqib qolganlar bor ekan, o'shalarni terib olamiz. Hop. Ol bo'lmasin deymizda. Hop, bo'ldi. Bu tomon terib bo'ldik. Ana endi bu tomonga biz birinchi bo'lib kartoshka. Bu ikkilanmas ekan, aynigan ekan. Aynigan nima qilaman? Musulku. Nima hop, bu tomonga borman-ku. Buni bu tomonga o'tvoramiz va kartoshkalarni ekamiz. Hop, va nihoyat kartoshkani ekib bo'ldik. Ana endi biz sabzini ekamiz. Hop, yaxshi. Hop, sabzilarni ham ekib bo'ldik. Ana endi biz urug'larni tezroq ekib bo'lsa, ularni oldiga ham borsak bo'ladi. Hop, men bularni qo'yamiz. Okey. Bo'ldi. Ana endi ketdik. Aynigan kartoshkani olmaymiz. Mayli, harakat bo'ldi. Hop, bularni endi uyiga tashlab kelamiz. Keyinroq merga beramiz. Hop, yaxshi. Ana endi ikkalamiz qolib ketdik. Hop, qani undan ketdik. Birinchi bo'lib biz Nupnikidan boshlaymiz. Hop, Nupniki yaxshi, meni loyda qurilgani Nup yaxshi bo'lmadi. Hop. Salom Nup. Salom alaykum, yaxshimisan? Bu meni uyim. Yaxshiroq tanishib chiq. Lekin chiroyli qurilgan-a. Birdamgacha keyin bal berib ket. Ichidagi sandiqdagi narsalar ham senga. Xohlasang tashlab ket, xohlasang olib ket. Men bilmayman, o'zing bilasan. Men lekin roziman. Bemalol olishing mumkin. Hop, rahmat. Undan bilan ko'rib chiqay. Hop, borib. Hop, undan ketdik. Biz birinchi boshlaymiz. Hop, eshikni ochganimizdan bizni mana jigarang Ufu nima bu qo'yganmi? Keling, yaxshilikcha o'tirmaymiz, buni ham ko'rmaymiz. Undan ko'ra sandiqqa ko'ra qolamiz. Nima bo'lar? Yo, loylar va to'namuncha loy ko'p ya. Bularni biz olib keta olmaymiz. Hatto to'xtalar. Bu menimcha yaxshi bo'lsa kerak, lekin ko'rinishi uncha emas ekan. Hop, kiyimlarni biz kiyib. Aynigan shashlik nima qilyapti bu yerda? Aynib ketgan to'q. Yo, bizga bular kerak emas. Kirka, bular nima qilamiz? Mayli, qoldirib keta qolaylik-a. Mayli, keling. Esimdan chiqib qopti. Hop, buni qo'yib qo'yamiz. Endi men buni o'zi o'tiradi, bilmayman. Hop, kelinglar. Yo'q, o'tirib. Hop, buni ham qo'yamiz. Mayli, cho'milib chiqamiz kerak. Hop, buni mayli, zo'r ko'rinyapti. Hop, Nup, menga uying juda yoqdi desa ham bo'ladi. Mayli. Bola, endi alimiz chunki xafa bo'lib qolmasin. Hop. Nup, qarochi uying yoqdi, men uyingga birdan 6 beraman. Nima pas berasiz? Endi shunaqa deb bitta ketdim, men pulniga borib kelay. Hop, salom pro, yaxshimisan? Salomlik, yaxshimisan? Bu meni uyim. Bunga birdan 10 gacha bal ber. Ichidagi Nup aytganda ichidagi narsalarni xohlasang olib, xohlasang olma. Men roziman albatta. Keyin bitta gap aytmoqchiman. Bu trenddagi gap edi. 75. Vatto. Ming bor uzr bola, vaqtinglarni olayotgan bo'lsam, qarochi bu yerda reklama botday. Noto'g'ri tushunmaysizlar, ya'ni o'zim Telegram kanalim. Albatta Telegram kanalimga obuna bo'linglar, chunki videolar chiqishidan oldin Telegram kanalimga aytaman. Qanunda biz videoga qaytamiz. Mayli, hop, uyini ko'raylik 70. Hop, bola, rostdan o'tiring. Hop, bu yaxshi ekan, qaranglar. Olmoslik derazalar ham ko'p va chiroyli ko'rinibdi, lekin Nupnikidan ko'ra Nupniki emas. Hop, menimcha yaxshi uyi. Hop, hatto fakir. Men fakir shuncha boy bo'lib turib fakir qo'yadimi? Mayli. Hop, sandiqda nima bular? Hammasini olib ketamiz.
Proni o'zi aytdi, olib ketishing mumkin dedi. Biz hammasini olib ketamiz. Motorlar, mana bularni yonma-yo. Nima bular? Boylikku. Mayli, Pro ham kambag'al bo'lib qolmasin. Buni ham kelinib o'xshab uyquradi-da. Va men benzin bittasi kerak ketadi. Bitta joy ortib qoldi. Vau, nima qildi? Yonma-yo. Pro, короче, hamma narsani olishga majbur. Bemalol, okey. Alman boyman men. Sakrameni manli bo'y narsani sotib oldim. Yo, namuncha ko'p olmaslar. Va gitara. To'xtaylar, zo'r gitara chalib beraman. Va bola, albatta men chalmadim. Hop, montajda to'g'rilab oldim. Xo'p, endi men bu qo'llar bu aylanishga chiqqanda kerak bo'ladi va divarlar. Ana, Nupnikidan yaxshi. Nup bilmayman. To'ylab topolmaganman qishloqda. Hop, mayli. Men bu narsani olib ketamiz albatta. Xo'p, bu yerda bularni tashlab kelmabman-ku. Uzra narsangni olib ketib qolman. Bittasini olaman faqat, chunki qolgani bitta narsasini ham olmaymiz. Bola nima bular? Mayli, xo'p, keting. Okey, rahmat deb. Hop, ketdim. Xo'p, qachondir kelaman. Xo'p, bola, endi biz ham mana buni ko'ramiz. Vau, bu yorug'lik. Shu kechqurun bo'ldimi? Hakerga yetamiz, ertalab qilib qo'yadi. Yaxshi. Ana endi yana nimalar qoldi? Oltinlarni ko'pligini. Boymanman. Bola, oltinlarni ko'pligini. Vau, divorlar. Buni uyimdagi narsalar bilan almashtiraman. Vau. Chunki endi narsalarni uyimga tashlab kelaylik. Bro, inamiz kerak. Xo'p, bola, bu endi uyimga sig'adimi bilmayman. Mayli, hamma narsani solib qo'yaylik. Yo, nima bular? Men boyman-ku. Xo'p, mayli, hamma narsa pastga sig'di. Endi hakerga sig'adimi bilmayman. Mayli, boshqa sandiq olamiz. Xo'p, endi hakerga moshinamiz. Salom haker. Salom, yaxshimisan? Kecha boy gapni eshitib qo'ydim. Kecha ertalab qilish kerak. 1, 2, 3. Mana ertalab qildim boya. Pro, noob aytganda albatta hazillashdim, xazina demoqchi edim. Mayli, sandiqdagi narsalarimni olish mumkin bemalol roziman. Faqat bitta narsaga chekka ko'rman. Bu esa uyim. To'rchunning uyim. Boyga Pro'ni gapi 70-75 yil. What the hell? Nima bo'lgan bularga? Mayli, xo'p, uni bir uyingga ko'raychi. Xo'p, parolchi. Parol nima buni? Qarachi, Pro'ni nechinchi uyda turibdi? Ya'ni 3 ta uy turibdi. Pro'niki nechinchi va bu yerda nechta uy bor? O'sha paroli. Ularga tushunmadim, mayli, xo'p. 2-3. 3-2. Demak, Pro'da 3-2 mikan? Ochildi, yaxshi. Parolli qo'yib qo'yibdi. Vau. Endi qanday ochamiz? Hop. Nima bular? Mexanizatsiyalar. Yo'q-yo'q, mana bu nima yonib turgan. Hakerdan endi. Mana nima antenna, nima bu? To'g'ami? Nima bu? Mayli, men tushunmaydigan narsalar ekan. Mayli. Menimcha boyga parol bo'lsa olib. Voy, nima bular? Hammasini chopamiz. Bular bizga kerak bo'lib qoladi. Oh my god, nima bular? Shuncha narsalar bor mashina yurish uchun, lekin mashinani o'zi kompyuter olmoqchi edim, короче, bundan uzilmakdan. Xo'p, mayli, xo'p. Endi orushalar. Yo, orushalarni. Anacha egasi chiqadi-yu. Bitta xo'p. Bu endi nima bu? Qani? What? Bashara qaraylar, yo, Steve Beckman bugundan. What? Mayli, buni olib qo'yamiz. Nimaga kerak bilmayman. Oy, bu nimaligini bilaman. Shu narsadan nima? Mayli, xo'p, bizda yana nimalar bor? Fake lava, fake suv. Mayli, bularni ishlatmaylik hozircha. Xo'p, yana boygi narsalar va TNT kameralar bor ekan. Kameralar kakras kerak bo'ladi. Mayli, bularni uyimga tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, uyimda joy
Mana bularni qishloqlarga sovg'a qilib yuboramiz. Mayli, yeymiz. Mana kirkalar nima kerak? Kirka nima kerak? Hop, mana bularni ham berib yuboramiz. Mana bu kiyimlar bizga kerak emas. Chunki biz boymiz. Hop, mana bu nonni ham olamiz. Va bu yerda nima kerak emas bizga? Mana bu merga bersak, shunda ana pulli joy va nihoyat bola biz boymiz. Bola, video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Ledix bo'ldi. Bundan keyingi qiziqarli videolar albatta oldinda videolarni ko'rish uchun albatta like va obuna bo'lish kerak. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.